Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazining Abdul xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Muhammad Azat. Bugun 7-oyning 18-kuni seshanba. Eron bilan Xitoy hamkorlashib texnika markazi qurmoqchi. Xitoy Amerika amaldorining Dalay Lama bilan ko'rishganligiga e'tiroz bildirdi. Xitoy Amerikadan Sharq Turkistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlarga aloqador cheklamalarni bekor qilishni talab qildi. Kanada Uyg'urlarni majburiy emgak selishga chetishliq deb qaralgan shirkatlarni tekshirishga boshladi. Amerika Janubiy Xitoy dengizini xalqarалық erkin dengizga aylantirishga tirishadiganligini bildirdi. Tövende diqtanlar xabarlarimizdan tafsili mazmunlarda bo'lsin. Mehr News to'rining 10-yildagi xabariga ko'ra, Eronning ilm-fan, texnika va bilim iqtisodiga mas'ul muavin prezidenti Ruhulloh 9-yil atalmış Şinjanning muavin sekretari Lifi va Sharq Turkistondan kelgan bir turkum texnika va iqtisod sohasidagi kishilar bilan ko'rishgan bo'lib, ikki taraf bilimni asos qilgan shirkatlarni o'zaro hamkorlashtirish va davlatlik texnika markazi qurish chaqiriqini o'ttirib qo'ygan. Ruhulloh munolarni bildirgan. Texnika Eronning boshqa davlatlar bilan bo'lgan hamkorligini taraqqiy qildirishidagi funksiyalik va unumli sohalarning biri bo'lib, mahoratli va iqtidorli odam kuchi boyligi Xitoy-Eron hamkorligining asosli sohalarining biriga aylanadi. Bunun qarta Lifi Eronning ikki davlat o'rtasidagi fan-texnik aloqasining taraqqiyotiga bo'lgan rag'bati va qo'llashini qimmatli va ijobiy deb maqtagan. Amerika Vaztorining 10-yildagi xabariga ko'ra, Amerikaning Tibet alohida moslashtiruvchisi, shundaqla Amerikaning davlat bexatarlik, demokratiya va kishilik huquq ishlariga mas'ul muavin davlat sekretari Urza Ziya 9-yil Tibetlarning surgundagi ma'naviy rahbariyat Dalay Lama bilan ko'rishgan bo'lib, Xitoy bu uchrashishga norozilik bildirgan va har qanday tashqi kuchning Tibet ishlariga aralashish huquqi yo'q degan. Shu yig'inga qatnashganlardan Dalay Lamaning Washington turishliq vakili Namgyal Chodop, muavin sekretar Urza Ziya Amerika hukumatining Tibet masalasiga davomli ko'ngil bildirganligini va qo'llaydiganligini qayta ta'kidladi degan. Xitoyning Yangi Dehlidagi bosh elchixonasining bayonotchisi Wang Xiaojian buningga Twitter yozmasi orqali e'tiroz bildirib, Xitoy chet el amaldorlari bilan Tibet mustaqillik kuchlari o'rtasidagi har qanday shakldagi aloqaga qat'iy qarshi turdi. 14-chi Dalay Lama hargizmi nuqul holdagi diniy zot emas, balki u uzundan buyon Xitoyga qarshi bo'lginchilik faoliyatlari bilan shug'ullanib, Tibetni Xitoydan ayırmoqchi bo'lgan siyosiy palandadir. Atalmış sürgündeki Tibet hükümeti sepi özüden bölgünçe siyasi guruh hamda Xitoyning asosiy qonuniy va boshqa qonunlarga tamamen xilof bo'lgan qonunsiz tashkilot bo'lib, u dunyodagi hech qanday bir davlat tarafidan e'tirof qilinmaydi degan. Reuters agentligining 13-yildagi xabariga ko'ra, Amerika savdo ministri Gina Raimondoning Xitoyni ziyorat qilish ehtimolligi tilga ilinayotgan mush paytda Xitoy 13-yil tekrar holda Amerikaning Xitoy shirkatlariga qartilgan tog' taraflik jazoni bekor qilishga uringan. Amerika Sharq Turkistonda majburiy emgak chetishlik deb qaralgan bir qism Xitoy shirkatlariga jazo yurgizgan bo'lsa-mu, Xitoy majburiy emgak aloqador bu ayblashlarni izchil rad qilib kelmoqda. Xitoy Savdo ministrligining bayonotchisi Shu Jueting axborot e'lon qilishida mundaq degan. Amerika Xitoy shirkatlarining manfaatiga og'ir ziyon yetkazdi. Xitoy buningga qat'iy qarshi turdi va Amerikaning Xitoy shirkatlariga nomuvofiq zarba berishni darhol to'xtatishga va o'z oldiga Xitoy shirkatlariga qarta yurgizgan jazo tadbirlarini bekor qilishga chaqirdi. Shu joydan Raymondoning ehtimoliy Xitoy ziyorati haqida so'ralganda, u Xitoy Raymondoning Xitoyni ziyorat qilishni qo'llaydi. Biz bu xususda Amerika tarafi bilan davomli aloqa qilyapmiz degan. 10-yil Xitoy Moliya ministrligi o'zining Amerikadan Sharq Turkistonga munosabatli mahsulotlarga bo'lgan cheklamani bekor qilishni va jazo tadbirlariga munosabatli asosli masalalarni hal qilish uchun amaliy harakat qo'llanishni talab qilganligini bildirgan edi. BBC to'rining 13-yildagi xabariga ko'ra, Kanadaning axloqiy nazorat apparati bo'lgan mas'uliyatchan korxona nazoratchisi Nike shirkatining Kanada sho'basi va Altun konchilik shirkatining Uyg'urlarning majburiy emgikidan naf olganlik to'g'risidagi ayblashlarni tekshirishni boshlagan bo'lib, mazkur apparat o'zining tekshirishini boshlashda 28 tashkilotdan tashkil topgan kishilik huquq tashkilotlari birlashmasi sungan arzni asos qilgan. Bu mas'uliyatchan korxona nazoratchisi organning 2021-yil arz qilish mexanizmini yo'l qo'ygandan buyon bu xildagi tekshirishni boshlaganligini tunji qatim e'lon qilish ekan. Bu organ Nike shirkati Kanada sho'basining Avstraliya strategik siyosat instituti tarafidan Uyg'ur majburiy emgakini ishlatayotganligi yoki shuningdan foyda olayotganligi aniqlangan bir qancha Xitoy shirkati bilan ta'minlash munosabati borligini o'tirib qo'ygan. Nike shirkati o'zining mazkur dokladda ko'rsatilgan shirkatlar bilan bo'lgan aloqasini uzganligini bildirgan bo'lsa-mu, mas'uliyatchan korxona nazoratchisi organning ko'rish talabini rad qilgan.
Nikkei Asiya to'rining 15-yillik xabariga ko'ra, Amerika davlat sekretari Antony Blinken o'zining 13-yil Jakartada Xitoyning eng yuqori darajalik diplomati Wang Yi bilan samimiy va ijobiy muzokaralashganligini bildirgandan keyin 14-yil Amerikaning Janubiy dengizda dengiz va havo safarlarining erkinligini qo'g'dash va'dasini qayta ta'kidlagan. Blinken shu kun kechda o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'inida bunday degan: Mazkur rayondagi nurg'un davlatlarga o'xshash, biz Xitoy Xalq Jumhuriyatining Janubiy Xitoy dengizi, Sharqiy Xitoy dengizi va Tayvan bo'g'ozidagi paylining kun sari yomonlashayotganligidan tashvishlanmoqdamiz. Biz xalqaro savdo va o'zaro aloqadagi muhim liniya bo'lgan Janubiy Xitoy dengizidagi dengiz safarining va mazkur dengizdan uchib o'tadigan havo safarlarining erkinligiga kafolat qilishga tirishamiz. Holbuki Blinken yanada Xitoyga qarshi qattiq tutum izhor qilgandek tuyg'u berib qo'yishdan saqlanish uchun monolarni qo'shimcha qilgan. Biz Xitoy bilan bo'lgan munosabatimizni davomli mas'uliyatchanlik bilan bartaraf qilamiz. Jumladan aloqa yo'llarini davomli kuchaytiramiz. Yaqinqi mezgilda Amerika Xitoy bilan bo'lgan yuqori qatlamli aloqani kuchaytirayotgan bo'lib, Amerika davlat sekretari Antony Blinken bilan moliya ministri Janet Yellenning orqa-orqadan Xitoyni ziyorat qilishi ikki davlat orasidagi jiddiylikni pasaytirishni maqsad qilgan. Amerika Davlat ishlar mahkamasining bayonotchisi Miller bu vaqtdagi bayonotida bunday degan: Blinken bilan Wang Yi o'rtasidagi uchrashish aloqa kanallarini rivojlantirib, Amerikaning nurg'un masalalardagi manfaatini oydinlashtirish va raqobatni mas'uliyatchanlik bilan bartaraf qilish orqali uqishmaslik va xato mo'ljallab qo'yish xavfini azaytish uchun ilib berilayotgan tirikchilikning bir qismidir. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.